Bugun sizga shaharning rivojlanayotgan va talab yuqori bo'lgan hududlaridan biri Eko shahardan 62-domdagi ajoyib xonadonni obzor qilamiz. Kvartiraning umumiy maydoni 84 kvadrat metr, 3 xonali bo'lib, 5-qavatda joylashgan. Eng katta afzalligi shundaki, uy mutlaqo yangi remont bilan tayyorlangan va hali hech kim yashamagan. Siz bu xonadonga birinchi egasi sifatida kirib kelasiz. Bu xonadon oddiy sotuv uchun emas, balki egalari o'zlari yashashni rejalashtirib ta'mirlangan. Shu sababli ta'mirlash ishlari sifatli materiallar bilan har bir detalga alohida e'tibor qaratilgan holda bajarilgan. Ammo ayrim shaxsiy sabablarga ko'ra uyni sotishga qaror qilishgan. Yangi egalar uchun yana bir qulaylik: gaz plitasi va mo'yka o'rnatib beriladi. Bundan tashqari, barcha texnika jihozlari xonadonda qoladi. Demak, qo'shimcha xarajatlarsiz ko'chib kirib darhol yashashni boshlashingiz mumkin. Joylashuvi ham juda qulay. Atrofida bog'cha, maktab, klinika, supermarket va kundalik hayot uchun zarur bo'lgan barcha infratuzilmalari mavjud. Bu hudud oilaviy yashash uchun ham, kelajakdagi investitsiya sifatida ham juda yaxshi tanlov hisoblanadi. Ushbu tayyor va zamonaviy xonadonning narxi 46 ming dollarga baholandi. Albatta, yana kelishiladigan joylari bor ekan. Manzilni qaytarib o'taman. Eko shahar 62-dom 16-xonadonda joylashgan. Agar siz yangi, did bilan ta'mirlangan va hech kim yashamagan xonadon izlayotgan bo'lsangiz, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning. Balki siz uzoq vaqtdan beri izlayotgan uy aynan shu xonadondir.